Nima uchun odamlar bitcoinga pul tikadi? Chunki bitcoin 1 so'm dividend ham to'lamaydi, boshqa yo'q, lekin bitcoin narxi oshib boradi. Bu haqiqiy spekulyativ narsa, to'g'rimi? Yoki yana Apple aksiyasi. Apple aksiyasi nima uchun odamlar pul tikadi? Apple yoki masalan Tesla deylik, mana eng mashhurlaridan. Odamlar doim pul tikadi, sababi Tesla'ni o'sish imkoniyati yuqori bo'lganligi uchun. Tesla dividend to'lamaydi, Apple dividend to'laydi. Yoki men ishlagan HSBC banki dividend to'laydi, yaxshi dividend to'laydi, lekin aksiyasi o'smaydi. Chunki uni HSBC ning misolida uni foydasi konstanta, doim bir xil foyda ko'radi. Mature biznes deydi uni, ya'ni shakllangan biznes, o'sish imkoniyatlari unaqa ko'p katta emas. To'g'ri. Aksiyasini olasizda ma'lum bir dividend har yil olib boraverasiz. Unga ham investorlar yetarli. Apple'ga o'xshaganlar doimiy ravishda yoki Tesla'ga o'xshaganlar doimiy ravishda innovatsiya bilan shug'ullanadi. Xarajati katta, lekin ularda ertaga foyda o'sish imkoniyati katta. Elektromobil hamma joyga chiqyapti, robot yaratyapti, boshqa. Shu bilan birgalikda Apple'ga o'xshaganlar ham dividend to'laydi, ham o'sish imkoniyati yuqorida.